Otadan keyin yigit kishi tez qariydi o'rtoqlar farzand. Men otamdan keyin 5 yil ichida 20 yilga qarib qoldim. Men otamni o'tganiga 5 yil bo'ldi. Lekin 20 yil qaridim birdan. Shunaqa hali 40 yoshda ham erkak bor. Otasi bor odamlar. Otam bilan shunaqa hazillashardik boshqa, lekin otadan keyin u shodlik, u davr, u baland gaplar hali. Otasi bor odamning yigitni ko'zida qo'rquv, yuragida qo'rquv bo'lmaydi o'rtoqlar. Baland gapiraveradi. Shuning uchun otalaringizni qadriga yeting. Nima dedi aka? Begzod. Hamma joyda Begzod bosib ketdi. Otasi borlar qadriga yeting, onasi borlar qadriga yeting. Payg'ambarimizdek zot aytganlar, ota-onasi tiriklik chog'ida jannatiy bo'lib olmagan ummatimga la'nat bo'lsin degan. Bu sahih hadis. Sahih hadis. Shuning uchun jannatga kirish oson. Faqat ota-onaning rizoligini, duosini olish kerak. Tamom. Boshqa podxod qilib kimgadir nimalardir qilishingiz mumkin. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Ota-onangizni duosini oling. O'sha odamlarni sizni xizmatingizga qo'yib qo'yadi Alloh taolo. O'sha siz podxod qiladigan odamlarni sizni xizmatingizga qo'yib qo'yadi Alloh taolo. Ota-onani duosini olsa. Ota-onani duosida gap ko'p. Bir qarsak bo'lsin ota-onalarga. Hammaga rahmat, yaxshi kunlar ko'rsin.